Bu jonlarimiz aytadi, yoshligimizda quvvat bir tiyin bo'lardi, non 3 tiyin bo'lardi deb. O'shanga o'xshab hozirgi paytda biz yoshligimizda shogird bo'lib yurganimizda zazimleniya qilayotganda katta uгольникni olib kel, uni kes, uni kuvallar bilan urib qoq, sarka qil, u narsani shunaqa narsalar bo'lardi. Hozirgilarga oson bo'lib ketdi yoshlarga. Nimagaki, hozir tayyor zazimleniyalar bor. O'zida muftalik ulanadiganlik 1,5 metrdan qilingan, ustida medniy покрытие bilan bor. Shunaqa narsani olib turib oddiy perforator shanlatib, shunday qoqib tashlaysiz, simib olaydi, shunday ishlab ketaveradi. Hech qanaqa svarka kerak emas, katta kuvalda kerak emas. Shunday joyida 1 soatda bitadigan ish bo'lib ketdi. O'shalardan bittasi hozir mana shu. Shuni bitta ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yerda hozir zazimleniya 4 qoqilgan. Bu yerda ikkitasini ulab turib 3 metr qoqilgan hozir bu yerda va PVZ sim bilan kelgan. PVZ sim bilan kelib turib, o'zining соединительlari bor va soединительlari bilan shu korpusga siqib qo'yilgan. Bu oddiy prosta siqib qo'yishmagan. Hozir qora mamta bo'lib turganiga sal noqisga ko'rinadi. Mana bu smaska. Oddiy smaska emas, bu именно kontaktli smaska. Nimaga bu narsa qo'yiladi? Bu smaskamiz aynan mana shu kontakt joylari окисление bermasligi uchun va tok o'tkazib turishi uchun aynan kontaktli smaska bilan berilgan va mana bunaqa mufta bilan qo'yib ketilgan. Обязательный talablardan bittasi sim bilan mana bunaqa boltovoy соединениялар joylar bo'layotgan joylarda sizda kontaktga допуск bo'lish kerak. Bu обслуживание bo'lish kerak. Agar sizda svarka bilan chiqqan bo'lganda, unaqa bo'lish shart emas edi. Faqat o'sha boltovoy соединение joyida bo'ladi. Bunaqa joylarda mana balt aynan pasta bo'lyapti, PVZ sim bilan kelyaptimi, shu yerga dostupingiz bo'lish kerak. Payti kelganda qachondir ham aynan shuni obsluga qilish uchun. Va ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda PVZ sim bilan kelyapti-da, bu yerda sanliklar bilan kiryapti. Oddiy anaqadan prosta sim kirmagan, sanlik bilan kirilyapti. Bu nimaga qilingan? Aynan ichkariga nam kirmasligi uchun. Agar buni ichiga nam kiradigan bo'lsa, bu yerdan chiqib ketmaydi hech qayerga. Shu ichida buni o'kiz berishiga olib keladi shu narsa. Chunki misal suvni yomon ko'radi va kontaktlar ham вообще tegi bilan suvni yomon ko'radi. Mana krishkalari bor. O'zining krishkasini shunday yopib turib, ustidan дополнительный yana silikon bilan yopib qo'yishadi bolalar. Aynan bu ichkariga nam kirmasligi uchun, uzoq yillar davomida xizmat qilib berish uchun. Как бы o'zining korobkasi bu narsa. Mana shunaqa qilib o'zi qoqish kerak zazimleniyani. Ko'pchilik joyda ko'raman. Mana shu соединение частьlarini zazimleniyani polniy tegida qo'rishyapti. Yer tegida bu maslahat berilmaydi va именно kontakt joylarda silikon ishlatmaylar. Ishlatish kerak emas. Крайний случай yer tegida qoldirgan taqdiringizda ham kontaktli smaska bilan berib, bu narsanikini bu соединение joylariga kontaktli smaska berish kerak va unda lenta bilan o'rash kerak uni ustidan. Undan keyin konversangiz bo'ladi. Atak dostup bo'lgani yaxshi. Bunaqa shtirlardan uridan topishingiz mumkin. Полный komplektatsiya bilan bor. Bu narsa дополнительно sizga uzunroq kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha priborlari hammasi alohida sotiladi. Bemalol xarid qilishingiz mumkin O'zbekiston любой chetidan.